Assalomu alaykum. Hurmatli Durable jamoasi, Mavera Town 2 loyihasida biza bu birinchi loyiha Mavera 1. Qurilish mobaynida eng katta olingan podushka mana shu hisoblanadi bizada. 3,5 ming kuba. Kecha 29-kisloda soat kech payt 6 da boshlaganmiz. Biza bir 3 sutkani mo'ljallovdik. Durable tomonidan tashkillashtirilgan ishlar natijasida 1 sutkaga ham bormayapti. Hatto tayyorgarlik ko'ruvdik biza bir 2 sutka mana shu ishxonada yotamiz deb. Yo'q, xudo xolasa bugun hamma o'z uyiga ketadi. Uzoq bir 2 soatlik ish qoldi. 4 ta nasos qo'yib berishdi. Bittasiga ish topa olmaganimizdan o'zi javob berib yuborilyapti, qaytyapti. Mana 63 ham ishda. Mikserlar kirib kelishi biz interval. Nasoslar ishsiz qolmayapti. Operatorlarimiz juda bir mas'uliyatlar bilan ishlashyapti. Qo'shdi emasmi? 3,5 ming kuba bu katta narsa baribir biz uchun. Beton sifati qaymoq. Hech gap so'z yo'q.